Assalomu alaykum hammaga. Demak, Tavba bo'yicha bizdan 13-darsimiz. Ushbu darsda biz sizlar bilan buyurtmamizda admin qilishni o'rganamiz. Ya'ni buyurtma berdingiz, to'lov qildingiz, lekin ancha vaqt bo'ldi. Sotuvchi buyurtmangizni jo'natib olmayapti. Shunday holatda qanday tovarni admin qilishni, pulni qaytarib olishni o'rgatamiz. Demak, pastdagi odamchaga bosamiz. Xo'p, ushbu joyda ikkinchi bo'limga kiramiz. Bu yerda hali jo'natilmagan tovarlar turgan bo'ladi. Xo'p, kirganimizda hop bizda bitta tovar bor. Tovarga kiramiz. Xo'p, shu joyda e'tibor bersangiz, biz buni 22-sentyabr kuni to'lov qilgandik. Hozir esa oktyabr oyi. Xo'p, shu paytgacha sotuvchi tovarimizni jo'natmadi. Bu holatda nima qilish kerak? Xo'p, ikkita yo'li bor. Yo buyurtmani bekor qilib pulingizni qaytarib olasiz yoki sotuvchi bilan gaplashib ko'rib, masalan, keyinroq jo'natadimi yoki sizga boshqa modellarni taklif qilaman. Sotuvchi bilan gaplashib ko'rib, shu muammoni ham hal qilsa bo'ladi. Xo'p, sotuvchi bilan qanday gaplash kerak? Tovarga kirganingizdan so'ng pastda mana bunday yozuv rasmcha bo'ladi, odamchaga o'xshagan. Shuni ustiga bossangiz, xuddi shunday to'g'ridan-to'g'ri sotuvchi bilan shu tovarni sotuvchisi bilan gaplashish imkoniyati bo'ladi. Shu yerda tarjimon orqali xitoy tilida yozib, u bilan gaplashib ko'rib, boshqa rangdan taklif qiladimi yoki keyinroq yuboradimi, qanday muammo bo'lganini magazin bilan gaplashib, shu tovarsiz bo'lgan muammoni hal qilishingiz mumkin. Hop, ikkinchi yo'l esa tovarni pulni qaytarib olishga ariza berib, tovaringizni admin qilishingiz mumkin. Bu uchun shu sahifaga kirganda bu yerdagi mana bu yozuv bosiladi. Hop, bosganimizdan keyin pastdagi sariq tugmani bosamiz. Bu tugmani ko'rib turganingizdek summa ham yozilib turibdi. Hop, shu tugmani bosgandan keyin avtomatik bizdan pulni qaytarib olishga ariza qabul qiladi. Hop, pul qaytarish nimadan to'lov qilgan bo'lsangiz, vizadan to'lov qilgan bo'lsangiz, o'sha viza kartangizga Alipaydan yoki WeChatdan nimadan to'lov qilgan bo'lsangiz, aynan o'sha to'lov qilgan joyga qaytib tushadi. Hop, pul qaytarib vizaga agar vizadan to'lov qilgan bo'lsangiz, vizaga pulingiz qaytib kelishiga ozgina vaqt ketadi. Bu bir haftadan bir oygacha ham cho'zilishi mumkin. Endi bankda tranzaksiyalariga bog'liq. Agar Alipay yoki WeChatdan to'lov qilgan bo'lsangiz, darhol pul qaytib tushadi. Demak, bizda 13-darsimizda shundan iborat edi. Keyingi darslarimizda kuzatib boring.